Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi mavzumiz qon bosimi oshganda qanday qilib birinchi yordam ko'rsatish mavzusini muhokama qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qon bosimi o'zi nima? Yurakni qon haydaganda qon tomirlar devoriga bosim berishi bu qon bosimi hisoblanadi. Qon bosimining oshishini bir nechta sabab bo'luvchi omillari bor. Ulardan bir nechtasini sanab beraman. Asabiylik, stress, charchoq va xavotir, vahimalar qon bosimining oshishiga vaqtinchalik oshishi bo'lsa ham sababchi bo'ladi. Keyingisi bu tuzli va yog'li mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish. Organizmda tuzli va yog'li mahsulotlar iste'molligi ko'paysa, u suvni ushlab qolish ehtimolligi oshadi. Natijada esa ortiqcha suyuqlik ham qon bosimini oshishiga olib keladi. Va undan tashqari organizmda qandli diabet kasalligi bor. Qandli diabet agarda, ya'ni xalq tilida sahr deyishadi. Qandli diabet organizmda qon tarkibida qand miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu ham qon bosimini oshishiga olib kelishi mumkin. Undan tashqari irsiy kasalliklar bor. Bir nechta irsiy kasalliklar bor. Ya'ni naslda ota-onada qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, keyingi avlodga qon bosimi o'tish ehtimolligi juda yuqori. Undan tashqari qo'shimcha surunkali kasalliklar, ya'ni buyrak kasalliklari, yurak kasalliklari ayrimlari va bosh miyada qanaqadir o'simtali yoki kistali holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu ham qon bosimining oshishiga sababchi bo'lishi mumkin. Yaqinda praktikamizda shunaqa qiziq holat bo'ldi. Bemor keldi. Xo'p, yaqinlar olib kelgan. Bemor 44 yoshli erkak kishi. Xo'p, qon bosimi 220. Qurilish sohasida ishlaydi. Ularda shikoyat chap qo'l oyoqda uvishish. Yurakda nisbatan kuchsizroq og'riq bor. Bo'ldi, boshqa shikoyat yo'q. Xo'p, endi skoriy chaqirishgan, qon bosimini tushirishgan 180 ga. Tushganda e'tibor bering, tushganda 180. Bu 44 yoshli inson uchun, ya'ni qo'shimcha boshqa kasalliklar bo'lmagan. Ya'ni bu yerda buyrak yetishmovchiligi yoki bo'lmasa yurak kasalliklari, qandli diabet kasalliklari aniqlanmagan shu paytgacha. 220 bilan oshdi. Xo'p. Endi bosh miyada ishemik jarayon, ya'ni insult holati rivojlangan. Infarkt esa faqat yengil og'riqlar bilan kechyapti. Xo'p. Biza bemorga tushuntirdik. Og'ayni, mana shunaqa holat, endi sizni tekshiruv qilishimiz kerak. EKG qildik va bemorni MRT ga buyurdik. Qon bosimini tushirib. Bemorda 3 ta kasallik aniqlandi. Jiddiy kasallik. Bu birinchisi infarkt, yurakda infarkt holati. Ikkinchisi bu ishemik insult, bosh miyada. Uchinchisi esa 7-8 santimetrga yaqin bosh miyada meningioma o'smasi aniqlandi. Ya'ni bu доброкачественный опухоль deydi, ya'ni yaxshi sifatli o'sma, lekin bosh miyani dislokatsion sindrom, ya'ni o'sha ma'lum bir hajm jihatdan bosib qo'yish holati bor. Endi bularda ko'ruvda ham muammo rivojlanib boshlaydi. Bu juda ham achinarli holat. Kuzatuvchilar, nimaga? Sababi qon bosimi bemorni bir necha marta bezovta qilgan, lekin vaqtida shifokorga murojaat qilmagan. Bu o'tib ketuvchi holat deb o'ylashgan. Endi 3 ta jiddiy kasallik bemorni tashvishlantiryapti. Bemor ancha o'tkir holatdan o'tib oldik. 3-4 kunda insult, infarkt holatini o'tkazdik. Xudo xolasa yaxshi yordam berib, stabil qildik ahvollarini. Lekin tushkunlik kuchaydi. Nimaga? Bir nechta farzandlari bor. Qanaqa qilib yordam beraman? Keyingi etapda biz neyroxirurg bilan maslahatlashib, bosh miyadagi o'smani olishni biz tavsiya berdik. Neyroxirurg endi uni bosh miyadagi o'smani olishni rejalashtirmoqda. Buni asorati albatta bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, qon bosimi oshganda jiddiyroq yondoshing. Qon bosimi oshganda birinchi yordam ko'rsatishni endi ko'rib chiqamiz. Dastlab bemorni tinch joyga o'tkazish. Keyingisi bemorni yotgan holatdan yarim o'tirgan holatga o'tkazish. Bu nima beradi?
yurakka yuklamani kamaytirib, nafas olishni yengillashtiradi. Natijada esa qon bosimi nisbatan ozgina tushadi. Keyingisi havoni kislorod bilan yaxshi ta'minlab berish. Maksimal, ya'ni xonalar ochiladi, kislorod bilan ta'minlanishni kuchaytirish kerak bo'ladi. Bundan tashqari dori berilishi mumkin. Faqatgina shifokor tavsiyalariga ko'ra. Captopril, enalapril, nifedipin dorilarni faqat shifokor tavsiyasi bilan berish. Bu nima beradi? Yurakka keluvchi yuklamani kamaytiradi va nafas olishni yengillashtiradi. Aziz kuzatuvchilar, xulosa qilib shuni aytamanki, qon bosimini albatta doim nazorat qiling. Bir marta oshdimi, bu signal. Ikkinchi marta oshdimi, bu ogohlantirish. Uchinchisida og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Har doim aytaman, ta'kidlayman, kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish juda ham arzon va samarali bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videoni qon bosimi oshib yuruvchi yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.